Assalomu alaykum barchaga. Linux administrator kursining navbatdagi darsiga xush kelibsiz. Oldingi darsimizda operatsion tizimni o'rnatishni ko'rib chiqqan edik. Endi o'rinli bir savol tug'iladi. Tizimga ulangan barcha qurilmalarni, ya'ni hardverlarni Linux tomonidan to'g'ri tanib olinganini qanday bilib olamiz? Bugungi darsimizda aynan shu haqida gaplashamiz. Biz qurilmalarni tizim ko'rayotganini, qanday aniqlashini, ularga mos driverlarni, ya'ni o'sha kernel modullarini yuklanganligini tekshirishni va zaiflik nuqtai nazarida keraksiz qurilmalarni qanday qilib o'chirib qo'yishni o'rganamiz. O'rnatilgan qurilmalarni ishlayotganligini tekshirishning eng oson usuli bu vizual tekshirish, ya'ni ko'z bilan ko'rish. Masalan, agar videokarta to'g'ri tanilmagan bo'lsa, ekran chetlarida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Misol uchun, o'lcham 16 ga 9 emas, balki eski 4 ga 3 formatda qolib ketadi. Yoki tarmoq adapterlarini olaylik. Ekranning yuqori qismida tarmoq ikonkasi bosganimizda Ethernet yoki Wi-Fi tarmoqlari ko'rinib tursa, demak, hamma narsa joyida. Ko'pgina notebook ishlab chiqaruvchilar hardware qismlarini Linux bilan yaxshi ishlashga moslashtirishadi. Masalan, ona plataga o'rnatilgan chiplar, apparat darajasida ishlaydigan RAID kontrollerlar yoki server VPS muhitdagi qurilmalarni tekshirish uchun terminalga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Linuxda qurilmalar va dasturlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqa bo'lmaydi. Buni orqada kernel, ya'ni o'sha yadro deb ataluvchi qism dbus xizmati orqali boshqaradi. Terminalni ochamiz. Birinchi buyrug'imiz lcpci. Bu buyruq tizimdagi barcha PCI qurilmalarini ro'yxatini chiqarib beradi. PCI bu nima? Ona plataga ulangan barcha hardware qurilmalar. Agar natijaga qarasak, mana bu yerda misol uchun bu degani tizim meni videokartamdan, ya'ni meni notebookimdagi videokartadan foydalanmayapti. O'zim VMware alohida o'zini virtual videokartasidan foydalanyapti. Biroz pastroq ochsak, bu yerda Ethernet kontrollerni chiqaryapti. Bu degani tizim to'g'ridan-to'g'ri meni notebookimdan Ethernet hisobida internet olib ishlatyapti. Oxirlarda esa bizni USB'miz va SATA disklarimiz haqida chiqaryapti. Bu shuni ko'rsatadiki, garchi biz virtual mashinada ishlayotgan bo'lsak ham, Linux tizimi o'ziga taqdim etilgan barcha hardware qismlarini mukammal darajada to'g'ri taniydi va bizga ko'rsatib bera oladi. Endi kompyuterga tashqaridan ulangan USB qurilmalarini tekshiramiz. Buning uchun lcusb komandasidan foydalanamiz. Bu sizga kompyuteringizdagi barcha USB qurilmalarni ko'rsatadi. Hatto notebookingiz tepasidagi o'rnatilgan web kamera ham ko'pincha ichkarida USB shinasiga ulangan bo'ladi va shuni ro'yxatda chiqadi. Agar men hozir bitta USB, ya'ni Ethernet tarmoq adapterini kompyuterga ulasam va yana lcusb deb yozsam, ro'yxatda Realtek yoki boshqa ishlab chiqaruvchining nomi bilan yangi qurilma paydo bo'ladi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, tashqaridan USB kabel orqali ulangan sichqoncham va tagidagi katta ehtimol bilan meni USB kabel orqali ulangan klaviaturam. Agar siz Linuxni o'zingizning kompyuteringizga o'rnatgan bo'lsangiz, ro'yxat bundan da ancha keng bo'ladi. Keyin qurilmani kompyuter ko'rgani bu hali u ishlayapti degani emas. Tizim qurilmani tanigach, u bilan ishlash uchun unga nom beradi. Bu nomlar tizimdagi /dev papkasida saqlanadi. Agar terminalda cd/dev deb yozsak, bu yerda cd change directory so'zining qisqartmasi bo'lib, bizni bu directorydan, bu fayldan boshqa faylga ko'chib o'tishimizga yordam beradi. Misol uchun tasavvur qilaylik, biz bu uydan, ya'ni birinchi xonadan ikkinchi xonaga o'tmoqchimiz. Shunda biz cd komandasini ishlatamiz, ya'ni change directory. Bu eshikdan narigi eshikka olib o'tib beradi sizni. Bu yerda ikkinchisi /dev degani, ya'ni siz qaysi uyga kirmoqchiligingiz, ya'ni qaysi directoryga o'tmoqchiligingizni aytasiz. Bu yerda / degani eng boshi, ya'ni eng boshlanayotgan root folder. Bular haqida keyinchalik yanada kengroq gaplashamiz. /dev katalogga kirib bo'lgandan keyin ls komandasi. ls komandasi nima qiladi? Bu list so'zining qisqartmasi. Bu bilan biz o'sha biz kirgan yangi xonada nimalar bor? U yerda televizor bormi, xolodilnik bormi, konditsioner bormi yoki boshqa narsalar, shular haqida ma'lumot beradi. Ya'ni bu katalogda, bu faylda qanday fayllar yoki qanday dokumentlar, qanday dasturlar borligi to'g'risida bizga ma'lumot beradi. Shularni list qilib chiqarib beradi. Masalan, ro'yxatga e'tibor bersak, SDI faylini ko'ramiz. Bu bizni asosiy qattiq diskimiz, ya'ni xotiramiz. Uning yonidagi ikkita STI1 va STI2 fayllar esa aynan shu qattiq diskning bo'lingan qismlari, ya'ni partition deyiladi.
shu bo'lingan qismlari hisoblanadi. Shuningdek, bizda CD-ROM va SR0 ham bor. Bu virtual mashinamizga ulangan CD va DVD disklarni o'quvchi qurilma. Ulardan tashqari ro'yxatda juda ko'plab TTF fayllarni ko'rishimiz mumkin. Bular Linux tizimida siz va kompyuteringiz o'rtasidagi ma'lumot almashuvchi virtual terminallar vazifasini bajaradi. Bu nomlarni tizimda UDEV deb ataluvchi xizmat fonga avtomatik ravishda biriktiradi. Tizim yonganda UDEV qurilmalarini ko'radi va standart qoidalar asosida nom beradi. Agar sizning tarmoq adapteringiz juda uzun va tushunarsiz nom bo'lsa, uni o'zingiz ATH0 kabi qisqa nomga o'zgartirib olishingiz mumkin. Bu qoidalar UDEVning o'zini papkasida saqlanadi. U yerdagi fayllarga kirib o'zgartirish kiritish mumkin. Biroq standart sozlamalarni o'zgartirishsiz qoldirish tizimni boshqarishdagi chalkashliklarning oldini oladi. Ushbu faylga kirib ko'ramiz. CD ya'ni change directory qayerdan? Root fayldan boshla etc udev rules.d. Xo'p, ls qilib yana fayl ichida yana o'sha xonadagi nimalar borligini ko'ramiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Udev uchun juda ham ko'p rullar yozilgan. Bularni o'zimiz edit qilib, to'g'rilab olishimiz mumkin agar o'zimiz boshqacha nom bilan saqlashini xohlasak. Misol uchun biz bu yerdagi biror bir rules faylni o'qib ko'rishimiz mumkin. Buning uchun bizga cat komandasi yordam beradi. Cat komandasi shunchaki o'qish biror bir faylni ichida nima ma'lumotlar borligini ko'rish uchun ishlatiladi. Bu yerdan biz xo'p 70 chiziqcha snap the rules. Xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Juda ham ko'p, juda ham uzun. Har bitta qurilma uchun qanday, ya'ni birinchi qurilma nomi yoziladimi yoki keyin markasi yoziladimi, keyin uni versiyasi yoziladimi, barchasi ketma-ket qo'yilgan bo'ladi. Misol uchun pastda ko'rishimiz mumkin. Xo'p, Nokia qanaqadir qurilmasi ulangan. Bu yoqda Lenovo, ya'ni qanaqadir printerlar yoki qanaqadir proyektorlar ulanganda, ularda qanaqa nom bilan ko'rsatishda uni o'zini ketma-ketligi, ya'ni qaysi biri qaysidan keyin qo'yilishi kerak. Kompyuter USB adapterlarini yoki printerlarni ko'rdi, unga nom berdi, lekin u baribir ishlamayapti. Nega? Chunki Linuxda hardware ishlashi uchun unga driver kerak. Linux olamida driverlar kernel modullari, ya'ni kernel modules deb ataladi. Ular tizim xotirasiga, ya'ni RAM ga ehtiyojiga qarab yuklanadi. Tizimda qaysi modullar ishlab turganini ko'rish uchun terminalda lsmod komandasidan foydalanishimiz mumkin. Bu ro'yxat juda ham uzun bo'ladi. Bu yerda ovoz kartalari, quvvatni boshqarish, prosessorlar, barcha shu yerda bo'ladi. Agar o'zingizga kerakli biror bir modulni izlayotgan bo'lsangiz, uni tezroq topmoqchi bo'lsangiz, filtrlash uchun lsmod pipe va grep komandasi bor. Grep biror bir matnning ichidan bizga aynan kerakli narsani ajratib berish. Misol uchun bu yerdan izlashimiz mumkin. Hozir men kompyuterdagi barcha USB qurilmalarga tegishli modullarni qidirib ko'raman. Buning uchun shu grep USB, ya'ni USB so'zini izlashdi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin USB hide chiqdi. Bu degani nima degani? Bu birinchi USB, rostdan USB qurilmalar, ikkinchisi hide, ya'ni hidening kengaytmasi human interface device, ya'ni inson va kompyuter o'rtasidagi aloqani ta'minlovchi qurilma. Misol uchun meni sichqoncham va klaviaturam. Demak, Linux hozir bizni virtual mashinamizda sichqoncham va klaviaturamni muvaffaqiyatli tanigan va ular ishlash uchun, ya'ni aynan USB hide modulni yadroga, RAM ga yuklagan. Agar siz ham kelajakda o'sha kompyuteringizga boshqa har xil texnikalar, sichqonchami, klaviaturami misol uchun ulagan bo'lsangiz, Linux ularni qo'shimcha driverlarsiz aynan mana shu USB hide moduli orqali muvofiqsiz tanib oladi va ishlatib ketaverasiz. Buni tagidagi mana shu hide modulining yonidagi raqamlar esa bu modulga tizimda qancha boshqa qurilmalar yoki xizmatlar bog'lanib turganini ko'rsatadi. Ba'zida qurilmalarda ataylab o'chirib qo'yishga to'g'ri kerak bo'ladi. Masalan, menda ikkita video karta bor deylik. Biri ona plataga yopishtirilgan zaif Intel grafikasi, ikkinchisi kuchli Nvidia kartasi. Men doim Nvidia ishlashini xohlaganim uchun Intel driverini o'chirib qo'yishim mumkin. Yoki kiberxavfsizlik va server bo'yicha gapiradigan bo'lsak, ba'zi kuchli serverlarda Bluetooth adapterlari ham keladi. Serverga Bluetooth umuman kerak emas va u faqatgina attack surface, ya'ni hujum qilish, ya'ni hacker uchun hujum qilish mumkin bo'lgan zaifliklar maydonini kengaytiradi xolos. Shuning uchun uni o'chirishimiz shart. Modulni vaqtinchalik o'chirish uchun rmod buyrug'idan foydalanamiz. Buni qilish uchun avval bitta test modul yuklab olamiz. Buning uchun terminalda sudo mod probe degan komanda yordamga keladi va aytaylik shunchaki modulini yuklab olamiz. Ushbu yuklab olingan modul ro'yxatda borligini ko'rish uchun lsmod pipe grep dummy
Ko'rib turibmiz, bizda domain moduli yuklandi. Endi buni o'chirish uchun sudo rm mod va o'chirmoqchi bo'lgan modulimizni nomi. Xo'p, endi yana qayta tekshiramiz ro'yxatni. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, domain bor edi. Endi esa o'chirganimizdan keyin yo'q. Menda hozir virtual mashinamga Bluetooth servisi ulanmaganligi uchun shunchaki bitta modul yuklab olib, uni qaytarib o'chirib tashladim. Bu orqali modulni yuklashni ham ko'rdik. Agar sizda Bluetooth o'chirmoqchi bo'lsangiz, rostdan serveringizda aynan shuni domain o'rniga Bluetooth deb yozib, shu amallarni bajarishingiz mumkin. Lekin rm mod bilan o'chirganimiz vaqtinchalik bo'ladi. Kompyuter qayta o'chib yongandan keyin, ya'ni reboot bo'lgandan keyin biz o'chirib tashlagan modul avtomatik o'chib ketadi. Misol uchun o'sha Bluetoothni o'chirib tashladik, lekin server qayta ishga tushdi, ya'ni reboot bo'ldi. Bundan keyin Bluetooth yana qayta ishga tusha boshlaydi. Buni butunlay bloklash uchun blocklist, ya'ni qora ro'yxat yaratishimiz kerak. Buning uchun modprobe rules faylari bor. Bu cd etc modprobe fayl ichida saqlanadi. Ko'rishimiz mumkin. Bu yerdagi rules fayllarning ichiga xohlasak birontasiga yoki xohlasak o'zimiz yangi rules fayl yaratib turib, bu yerda bloklanish kerak bo'lgan modullar nomini yozib qoldiramiz. Shundan so'ng tizim har safar yonayotganda modprobe bu qurilmani bloklaydi va driverni ishga tushirmaydi. Xulosa qilib aytganda, Linux qurilmalarni juda yaxshi taniydi. Buni biz avval vizual tekshiramiz, keyin LCPCI va LCUSB orqali terminalda kompyuterga ulangan barcha asbob-uskunalar ro'yxatini olamiz. LC mod yordamida esa ularni harakatga keltiruvchi driverlar, ya'ni kernel modullarini yuklanganligini tekshiramiz. Agar kerak bo'lsa, xavfsizlik uchun rm mod orqali modullarni o'chiramiz yoki modprobe orqali ularni blocklistga tiqib qo'yishimiz mumkin. Bugungi dars uchun ma'lumotlar shulardan iborat edi. Keyingi darsda amaliyotni yanada chuqurlashtiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.